Meni kütüp turgan ekan bu. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning nemis tili rayonidagi Stockholm deydigan bir tog'liq kentida. Hozir turib atgan o'rnim dengiz yuzidan 1750 metr egizlikdagi tog' bag'ri. Bo'libmi bu ko'lni ko'rgandan keyin vatanimizdagi Bog'da ko'lini eslab qoldim. Albatta, Bog'da ko'lidek undaq cho'ng emaskan, lekin ixtiyorsiz Bog'da ko'li esimga keldi. Bugun ulug' Qurban hayiti. Oldi bilan kitap o'qish munberimizdagi barliq aziz mushtarilarning Qurban hayitini chin dilimdan qutlayman. Bayramimiz qutlug' bo'lsin. Ondan mush munosabat bilan qo'limda o'ylanish ichida ilgirlash degan bu kitap, ilgari bu kitobdagi ba'zi asarlarni sizlarga o'qib bergan. Mazkur kitap Abdushukur Muhammad Eminning ijodiyatlariga munosabatlik yozilgan bir-biridan nodir asarlar. Bugun shu asarlarning ichidan Ruboiyat yosh olimning yangi amgigi degan temada yozilgan Nur Muhammad Erkining bir asaridan biroz ariyalarni sunaman. Chunki bu asar sal uzunroq ekan, ayrim to'liq o'qiyman, ammo bugun hech munosabati bilan sizlarga mush asardan bir necha ariyani o'qib beray. Mazkur asar bir necha bo'limga bo'lib yozilgan ekan, uning ichidan sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim bizga sunulgan javharlar degan temada yozilgan bir necha kichik mavzudagi maqola. Qani. Birinchi, qahramonni ona yurt tuqqan. Ona yurt, vatan temasi ulug' tema. Shundaqla ko'p yozilgan tema. Dunyoga kelgan yozuvchi shoirlarning vatan haqida bir nima demay vafot bo'lgani yo'q. Gap bu temani bir qadar yaxshiroq hal qilishda. Yana desa yana shu gaplardan halqib o'tishdi. Jon jigardan chiqarib aytib, jon jigarga ta'sir berishdi. Ruboiyatning avtori bu tema ustida bir qator samimiy, ta'sirlik va cho'nqur fikrlarni o'tirg'a qo'ygan. Qahramonni ona yurt tuqqan, buningda yo'q gumon. Qahramon barpo qilur, o'z yurtini saqlar aman. To'qsi boturni vatan, tuqqay vatanni qahramon. Bil, vatan murda emas, jonsiz, erksiz, bezuvan. Shoir bu ruboiyda deydi. Vatan bo'lg'ash qahramon bo'ldi. Qahramon vatanning mahsuli. O'z navbatida qahramon vatanga ta'sir ko'rsatdi. Uning ozodligi, omonligi va taraqqiyoti uchun hech narsani gezi kelsa hayotini ayamaydi. Tuqqay vatanni qahramon degan so'z ozod bir vatan, shu vatan farzandlarining qahramonliqsiz operada bo'lmaydi. Mavjud bo'libmi tura olmaydi degan so'z. Bir vatan o'zining qahramonlari bo'lganda erksiz, jonsiz, tilsiz narsadan ozod narsaga, jonliq narsaga aylanadi. Ulug' xohish bilan oqsun oyog'ning ostiga qonim, ki tuproq ostida ko'rsammu baxtingni qadrdonim. Shafaq osmonida hurdak, lavan ovoz bilan ushsam, nichun kulmas quchub shabnam, lahat ustida rayhonim. Shoir bu ruboiyasida vatan bilan mungdashib iroda bildirib atadi. Ulug' xohish yana ozodlikning, taraqqiyotning yo'lida qinim to'kilsimi mayli. Men sening baxting uchun qurbon bo'lib, baxtingni lahatda yotganda ko'rsammi mayli.
Şair bu yerdə vətəninin şəfəq asmınında hördək uçuduğanlıqıga, yəni onun parlaq kəlgüsüge işinidi də, vətən şundaq çoğ tərəqqiyatqa erişkəndə özünün qəbrisi üstüdə ünüb çıqqan güllərinin külüdüğanlıqını bəxtiyarlıq tuyğusu da təsəvvür qılıdı. Sama çaçın, közün xurşid, camalın qıblıgahimdir. Levin zəre çeşmedin tamğan, məyin abi hayatımdır. Vətən şəydası mən daim, ғəzəl xallıq menin işqim. Xalayiq rəhməti cavlan qılarğa pəy qanatımdır. Şair bu rubayda vətənni bir güzel yar qiyafətdə köz aldığı keltirdi. Onun çeçini asman, közünü quyaş, camalını qıblıgah, levdin tamğan məyin abi hayat deydi. Bu yerdə vətən obrazını məhbub obrazıda mədiyləş, şəxsке bolğan muhabbət bilən, vətənge bolğan muhabbətinin seliştirmesini görsüş üçündür. Şair deməkçi boludu. Sen yarını çıraylık deysen, menin vətənim mana aşındaq güzel görünüdü. Sen qandaq çıraylıqның şəydası bolsan, mən vətənnin şəydası. Sen özünü küyləb ғəzəl oqsan, mən vətənnin ғəzəlini oquyben. Menin bu yoldaki pərvazımның qanıtı bolsa, xalqның mana eytidigan rəhməti. Mən bu rəhmətni qanç köp alsam, şunç küçüymen, şunç erkin cavlan qılımen. Qeni, qaysı aşıqның muhabbeti yüksek? Suyup ötsem baharның yağmurudək bu diyarımni, şəpəxtək səylitip körsem culalıq lalı zarımni. Eqib tağ suyida hər giyaqqa ünçilər taqsam, payandaz eylisem basqan ızınğa rozğarımni. Abdur'nın bu rubayisideki arzusu nemi degen çıraylık, nemi degen səmimi. O vətənnin həmmi yerini söyüveliş, armanığı yetibeliş üçün bahar yamğısı bolğısı keledi. Vətənnin çaqnap ketken gül gülistallarına qarab səyli tamaş qilish üçün bulut astidiki şəpəq bolışını arzu qılıdı. O tağ suyu bolup eqib, vətənnin hər bir yeşil otlaqlarını arlap ötküsü. Bu yerdeki maysa giyaqlarının xuluqağa özünün brilyant tamçısıdın üncü marcan taqab, onu erkilitip ötüşünü oylaydı. O, bununlıq bilenmi jürekedeki otunu basalmaydı da, yak, bütün tirikçilikimni senin yolunga payandaz qılıp salay. Bütün var yokumni senin koyunda tikay dep ateşin hissiyatıga təskin beridi. Rozğarımni yolunga payandaz qılay degen söz hem nəpis hem kəskin bolup, ondaq yüreknin qeytadın çıqqan fikir dəl yüreknin beğişiği tegidi. Yeni bir kiçik tema, arç qaragay xisleti aşqay zimistandan ötüp. Rubayetdə köprək orun berilgen fikirinin biri qahramanlıq xislettir. Meningçe bir elning inqilabi işida qahramanlıqdan zor nərsi yoq. Qahramanlıq xislet degenimiz japa müşaqqatga chidash, ölüm aldıda sarg'aymaslik, düşman va qiyinchilikqa tez pikmaslik, boshqa kun tushganda zarlanmaslik va hokazolar. Shoir tövəndiki rubayisida yuqorqidagi xislatni, ya'ni archi qarag'ay bilan qish orasidagi munosabat haqiqat optipining o'shgan, ya'ni reaksiya davri yuzlangan davr bilan bir inqilobchi orasidagi munosabat. Shundaqla boshqa kun tushgan va ko'ngil qayg'uga cho'kkan vaqt bilan bir umidli kishining hissiyoti orasidagi munosabat masalalari orqali tushuntiradi.
Lalızar tağ bağrığa soğuk qahratan qar tökdü bəs. Kəlmiki təs kepinəknin gül körüşkə bir nəfəs. Arçı qarağay xisleti aşqay zımıstandın ötüb, içilişqay nəv baharda milyon çeçək qozğan həvəs. Siz bu haqda canabi diyalogni ishq selib ko'ring. Nima uchun qishda boshqa daraxt yo'pirmoqlari yo'q? O soğaqqa bardoshlik bera olmaydi. Nima uchun arch qarag'ay qahridan qishdimi yashirib turadi? O chidamliq. Qaysi qahramon? Albatta, chidoshlik berginida. Odam muxtalif, o'zgarishchan zamonlarning o'tida kuyib, suyida oqqandan keyin bilinadi. Uning qadr-qimmati riyozatga chidab, ahdida barqaror turganligidan keyin oshadi. Ko'zingni ayligin ro'shan, quyoshning shami o'shganda, jahonga qop-qaro layli gulining bargi tushganda. Cho'yun ko'ksingni rus aylab, kulishni sen g'urur bilgin, japa tog'i chechib tosh qahrini beshinga ko'shganda. Odatki chaqda hamma kishi ko'krak keradi. Jang tugaganda palvon ko'p. Gap quyoshning nuri o'chgan, ya'ni haqiqat osmonini shumliq bulutlara qaplab, yo'ruqliq to'silgan chaqda aql ko'zini chapaq bostirmay ro'shan tutishda. Vujudingni mushaqqat teg'i bosqancha maydangni ko'tiribrak turishda. Mana bu qahramonlik, mana bu insoniy g'urur, mana bu mardlik siymosi. Diling qayg'uga cho'kkanda g'ururning kaptiri bo'lg'in, xo'shallik oshiyaningdir, jimining kamtiri bo'lg'in. Shoir mazkur ikki misrada qandaq chaqda g'ururning, qandaq vaqtda kamtarlikning lozimligini ayirib beradi. Beshinga miskinlik tushganda ruhiy yaxtin yanchilib ketma. Vijdoni yaxtin o'lma. Hatto yurakingni texmi pak tut. Odatki chaqlarda amma ichida o'zingni kamtar tutqin. Bu sana xo'shallik keltiradi. Bizda chidam, g'ayrat, g'urur, kamtarlik haqida xeyli ko'p she'r yozilgan bo'lsa-mu, biroq bu temalarga aloqador fikrlar ruboiyatda jonliq, obrazliq, inchikerak ifodalangan. O'qisam o'qig'im kelyapti, yana birini o'qib beray. Eng oxirgisi. Takabbur, hasadxo'r, tamaxo'r bo'lma. Abdur öz ruboiylarida kishilik axloq ustidimi xeyli ko'p to'xtalgan. U axloqning yaxshilarini tanlaganda odamning ko'ngli yaxshi bo'lishni, go'zal qalb egasi bo'lishni oldingi qatorga qo'ydi. U deydi: Go'zal qalb chin saodatdir, anga kulfat murohatdir. Xunuqlik bassa qalbingni, asal ichsang na lazzatdir. Go'zal qalb kainat go'ya, parizat misli idrak his. İpara çaşmaq ana daim ko'ngil bağığa adettir. Gap tushunishlik. Odamning yomon ko'ngli o'zi uchunmi zahar, yaxshi ko'ngli o'zi uchunmi hasal. Go'zal qalb o'zi uchun saodat bo'lib qolmay, boshqa odam uchunmi saodat. O bog'lar ichidagi shundoq bog'ki, boshqa ko'ngil bog'lariga ipar chachadi. Tarixdagi munavvar ma'rifatlik zotlar qalbi go'zallardan edi. Ularning go'zal qalbi boshqa qalblarga ipar chashqan, yaxshi yomonni to'nitgan va
saodat beg'ishlagan emasmi? Shoiri tövendagi ruboyisida takabburlikni manzitmaydi. Sen takabbur eylime aqlim parasat oyidab, lavhalar osma bo'yinga nazmlar dargohi deb. Qonuniy olamni sen fikrimga bay'at qil desam, masxira aylar jahon bir tub qo'noqning poyi deb. Shoir mazkur ruboyining 3-4 misralarida takabburga dimiqqida birini ko'lib etib aytdiki, sen boshqalar mening fikrimga taslim bo'lsa, mening kaynimga agasi bo'ladi devatsin. Biroq boshqalar seni unchalik cho'ng deb hisoblamaydi. Shoir tövendagi ruboyisi bilan o'z ishining xarakteri va oqibatini ko'rsatib, uni bu ishdan yenishga maslahat berdi. Takabbur qilmag'in hargiz seningda kurmingi o'tgan, bu kurminglar to'ralmaydi, jahon charxi davom etgan. Takabburlik kishilik oltuniga misli laq surtmak, takabburlar azaldan xohishining aksiga yetgan. Mazkur ruboyining 4-misrasi takabburlikning oqibati to'g'risida ajoyib joyida chiqarilgan yakundir. Tarixning bizga ko'rsatib kelayotgani shuki, kimki kibr bilan g'adaydi, oqibat uning beshi tushdi. G'urur u xislati inson, uning nuru barqi san'atda, xushomat ham xurofat uxlatar insonni g'aflatda. Tamaxo'rlik bilan qaqnus bulishni qilg'ucha armon, jamoat birla lochillik samosidan o'yna jur'atda. Abdur oxiriga kelib, odam xulqidagi gidiyish, yelinish, g'urur, xushomat va tamogarlik, qanoat qatorliq bir-biriga ta'tir qiliqlarni tanglashni askartadi. Takabbur bo'lmayman deb kishilarga o'rinsiz yelinib, insonlik izzatingni yo'qotma. Tamaxo'rlik bilan yuqoriga o'milashni o'ylab, siqilishdan ko'ra oddiy odamlik erkinligi bilan lochindak parvoz qilib yurganning huzuri uchun. Illatlar ichida eng pasqiliq hasad qilish hisoblangandek, shoirning ruboyisida eng og'ir jazoga hukm qilingan kishi hasadxo'r bo'lgan. Ömür gülşallarың alvak, xalqni dilga jo etsang, ko'ngil aynaklaring ro'shan, ilmga iltijo etsang. Saodat ul saodatni o'tinmak birli bo'lg'ay tal, Sulaymon omiting barbod, hasadni muddo etsang. Hasadxo'rning halokatlik oqibati tarixda hozirgacha cho'ng-kichik ishlarda yangi faktlar bilan isbotlanib kelmoqda. Hasadxo'r bo'ldingmi? deydi shoir ashu ruboyida. Tugashding. Chopining tizingdan oshmaydi. Hatto Sulaymon payg'ambarga kelgandek omad kelsimi, oxir dum tushsa. Ma'qul, bugun hayit munosabati bilan sizlarga mushunchalik o'qib beray. Bu asarni cho'qim kitob o'qish munbirimizda to'liq bir o'qib beraman. Bizning hayitimizni tabriklagandek, ko'l bo'yidagi kalalarning bo'yniga esib qo'ygan qo'ng'iroqlar to'xtamay chelinib, muzika tankash bo'lgandek bo'ldi. Atrofdagi manzillardan biroz o'ziringlarga sunay. Ma'qul emsa, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Mana hayotim beri. Qo'ng'iroqlari jarangshib. Men bog'cha bulayinimga keldim. Daqiqam baramayman lekin. Qashqadaryoga keldim.
Çalışırım. Yine boyundaki kongrafları.